Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Onlayn shogirdlik bo'yicha kecha 5 kishini olaman deb turgandim. 3 kishini olib bo'ldik. Yana ikkitagina joy qoldi. Xudo xolasa shoshilib qolinglar. Onlayn shogirdlikda natija qanaqa bo'ladi? Shuni ham biroz tushuntirib o'tib ketaman. Natija do'stlar 100% bo'ladi. Nimaga desanglar, chunki o'zi natija qilish uchun nima kerak? Hamma narsa to'g'ri bajarilishi kerak. Ya'ni o'sha ovqatlanish ratsionida ham, shug'ullanadiganlar trenirovka planida ham xato bo'lmasligi kerak. Agar inson maqsadiga qarab hamma ishni to'g'ri bajaradigan bo'lsa, natija o'zi keladi. Mana ko'pchilik dieta qilyapman deydi, ozmadim yoki ko'proq ovqatlanyapman, vazn ola olmadim. Noto'g'ri dieta qilyapsizlar. Prosta tan olishni xohlamaysizlar shu narsani. O'zgarish bo'lmayaptimi? Noto'g'ri dieta qilyapsizlar, bo'ldi. O'shaning uchun shoshilib qolinglar, yana ikkitagina joy bor. Natija juda ham yaxshi bo'ladi. Hamma narsani o'zim tuzib beraman. Ovqatlanish ratsion, trenirovka plan, birgalikda ishlaymiz.